Yılı qız deb so'rab yeydigan dumlim qazan kapi naq mushu shu. Bozorlarda setilish o't bo'ladi-ku. Uyingizda qazan bilan go'shli bo'z etalaysiz. Etilish usuli intayin oddiy. Buningga o'zingizlarning ehtiyoji qarta kol go'sh bo'lsin bo'ldi, qo'y go'sh bo'lsin bo'ldi, qarroq go'sh ishlasanglar texmiylik bo'ldi. Go'shning cho'ng kichikligini o'zingizlarning ehtiyoji qarta to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Qazan kavib qilgan vaqtimizda go'shni tamlantirish eng muhim. Tuzda yarim qo'shiq shonchudan 2 qo'shiq atrofida qo'yib, 1 qo'shiq atrofida zir selivitimiz. Uningdan qarmush bilan oqmushni qo'shiqning uchida selivitimiz. Uningdan osh qizartiradigan ishlatadigan lapizimizdimi 2 qo'shiq atrofida selivitimiz. Bularni yaxshi ilashtirish uchun yarim piyola atrofida suv quyib, tekshi ilashtirib olamiz. Amdi quyruq mayini biz shilib olgandan keyin qozonning tik chiroyli yeytimiz. Mening ishlatganim shu qovurg'ining ustidagi mayliq go'shni ishlatdim. Amdi ustiga tamlantirib olgan go'shimizni chiroyli tizib, tuvoqni yepib taxminan 15 minut atrofida dumlaymiz. Bu jarayonda ostiga tizgan maylari bir-aqur eriydi. Ta'mini rangini yiliq izlab so'rab yeydigan bozornigidek chiqray desangiz, cho'ng ustamning qozon kebab tetitqisidan bir bo'loq selivitimiz. Cho'ng ustamning cho'nlig'iga uyda qozon kebab qilsam ta'mini rangini keltirmayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqinglar, ta'min kelib ketmaydi. Videoda ko'rsatilgan bo'yicha suyun tangshib olgandan keyin qozonga qo'yib taxminan 40 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorliq so'g'ik say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz Undidar Nazi 7733 ekran studiyo numeri shu. Amsa urug' tiqqanlar ko'rib qochib ketganlarni chidamasdaymizku. Inkas rayni haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Go'sht pishgandan keyin nonning ustiga ilib, astidagi sho'rpisini ustiga qo'yib yeydigan bo'lsanglar, shunchalik yumshoq pishib ketibdikin, ta'mi kelib ketmaydi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing.